Doktor, nega ko'pchilik ayollarda aynan homiladorlik davrida buyraklar bilan muammolar yuzaga keladi? Homiladorlik bu bir murakkab bir jarayon hisoblanib, ayol organizmida turli xil noqulayliklarni keltirib chiqarishi mumkin. Xususan, buyraklar yuzasidan aytadigan bo'lsak, buyraklarda ikki xil holatlarda muammolar kelib chiqishi mumkin. Birinchisi fiziologik va ikkinchisi patologik hisoblanadi. Fiziologik degani organizmda homiladorlik davrida progesteron gormoni oshib ketadi va bu holat odatda ayollarda silliq mushaklarni kengaytirib yuboradi, yumshatadi va ayolda shu siydik yo'llarida siydikning ko'p qolib ketish holati yuzaga keladi. Shu bilan birgalikda ayollarda bachadonning kengayishi, ya'ni homiladorlik davrida katilish natijasida siydik yo'llarining qisilishi holati keladi va buning natijasida ayollarda shu buyrakning ichida suyuqlik to'planib qoladi. Bu ham ayollarda diskomfort holatiga sabab bo'ladi. Ikkinchi holat bu ayoldagi patologik shu diskomfort holatlari hisoblanadi, buyrak bilan bog'liq. Ya'ni ayolning organizmida oldindan masalan ma'lum bir kasalliklari bo'ladi, siydik tosh kasalligi bo'lishi mumkin yoki bo'lmasa infeksion kasalliklar bo'lishi mumkin. Ular homiladorlik davrida avj olishi mumkin. Bu holat ham ayolda turli xil diskomfort holatlariga sabab bo'ladi. Albatta bunaqa holatlarda vrachga murojaat qilish eng to'g'ri usul hisoblanadi.